Urganch shahrida stol tennis bo'yicha viloyat birinchiligi bo'lib o'tdi. Musobaqada 13 yosh toifasidagi kichik raketka ustalari kuch sinashdi. Yakuniy natijalar bilan navbatdagi lavhamizda tanishasiz. Sportning stol tennisi viloyatda eng ommaviy sport yo'nalishlaridan biri sanaladi. Bugungi kunda deyarli 2000 nafar yosh sportchi bu qiziqarli sport o'yini bilan muntazam shug'ullanadi. Viloyat sportchilari respublika sinovlarida o'z mavqeyiga ega. Qator kichik raketka ustalari turli yosh toifalarda respublika terma jamoasi a'zosi hisoblanadi. Tennischilarning iqtidorlilari xalqaro musobaqalarda ham respublika va viloyat sharafini munosib himoya qilib kelishyapti. Sportchilardan Muhammad O'ktamboyev eng yaxshi natijalarga sazovor bo'lib kelmoqda. Albatta mahoratli sportchilarni viloyat va respublika termalariga saralash maqsadida muntazam turli darajadagi sinovlar ham o'tkazilib turiladi. Urganch Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida 13 yoshdagi sportchilar ishtirokida bo'lib o'tgan musobaqa ham viloyatning yetakchi tennischilarini aniqladi. Jami 100 nafarga yaqin sportchi yakkalik va juftlik bahslarida qatnashdi. Bu musobaqada barcha shahar va tumanlardan kichik raketka ustalari kelishib, faxrli o'rinlar uchun o'ynashyapti. Ushbu musobaqada birinchi o'rinni olgan sportchilar, ikkinchi, uchinchi o'rinni olgan sportchilar respublika chempionatida ishtirok qilishadi. Hali musobaqamiz davom etyapti. Tuman va shahardan kelgan sportchilarning yaxshi natijalar ko'rsatishyapti. Yosh tennischilarning bahslari qizg'in tarzda bo'lib o'tdi. Musobaqada yosh bo'lishiga qaramasdan ko'p karra viloyat va respublika chempionatlari g'olib va sovrindorlari qatnashgani kichik raketka ustalari musobaqasi yanada keskin o'tishiga sabab bo'ldi. Yakuniy natijalar sarhisobiga ko'ra viloyat sport o'yinlari va yengil atletika bo'yicha ixtisoslashtirilgan sport maktabi, Urganch Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi, Xiva shahar, Yangiariq va Bog'ot tumanlarining tennischilari musobaqada peshqadam bo'lishdi. Musobaqa g'olib va sovrindorlari joriy yilning 13-19 mart kunlari Qashqadaryo viloyatida o'tkaziladigan respublika chempionatida o'z imkoniyatini hakamlar ko'rigidan o'tkazishadi.